Uzdil PHP dersiga 46 qism Ajax'dagi RSS o'quvchi. RSS o'quvchi shu RSS manbasi ta'minlangan mazmunlarni batni yengilmay turibla o'qish ishlatildi. Odatda bu cho'ng tipdagi xabar tor bekatlari shu RSS shu o'lchimini qo'llangan tor bekatlar ham shundaqla shu WordPress ustida qurilgan bloglar deymiz. Mushlarning hammasininki RSS manbasi ta'minlangan bo'ldi. Biz buni bir HTML bir JavaScript va bir PHP bet orqali RSS o'qishdan amalga oshira olamiz. Masalan, bu misol so'zlangan ma'nodan qaraydigan bo'lsak, bu Google xabar betininki RSS qismida buningki mavzusi, mazmuni, shuning munosabatli xabarlar, aniki rasm qatorliq uchurlarni hamma xilat ko'z tupadi. Buningki kodi qaraydigan bo'lsak, bunun kodi naytda mana bu yerda bu Google xabarlari, MSNBC xabarlari qatorliq ikki xabarni tanlash, aniki get RSS JS widgetni singdirish qatorliq shu bir nechta buyruqlar bor. Aniki JS qismida shu Ajax'ni qo'zg'atadigan, obyektlarni qo'zg'atadigan buyruq qismlari, aniki get RSS PHP qismida Google'ninki RSS adresi shu adresdan shuningga munosabatlik uchurlarni bu yerda bizga RSS uchurini o'qish kod orqali o'qib bizga bu yerda belgilangan format bo'yicha bizga ko'rsatish degan kodlar bu yerda belgilandi.